Assalomu alaykum kuzatuvchilarimiz. Inshaalloh bugun sizlarga qovundan chiroyli qilib kesishni ko'rsatib beramiz. Qovunlarimizni ikki tarafini ham shunaqa bir tekis qilib kesib olamiz. Va o'rtasidan ham ikkalasini bir xil qilib kesib olamiz. Kesib olganimizdan keyin ichlarini yaxshilab tozalab olib, uchga bo'lamiz. Bunisini ham uchga bo'lib olamiz. Endi pichoqni uchini kirgizib, ko'p uzoq kirgizib yuborilmaydi, nomiga oxirigacha olib boriladi. Va bunisini ham nomiga pichoq kirgizib oxirigacha olib boriladi. Ikki yoq tarafini ham xuddi shunaqa qilib bir xilda kesib olamiz chiroyli qilib. Bu yoqlarini ham bir xilda ko'rinishda qilib kesib olamiz. Kesib olgan qovunlarimizni talinkalarimizga chiroyli qilib joylab olamiz. Chiroyli qilib birlashtirib olamiz. Men miyatidan foydalandim. Boshqa fruktalaringiz bo'lsa, o'sha fruktalaringizdan ham foydalansanglar bo'ladi. Chiroyli qilib shpashkalardan ham foydalandim. Inshaalloh mana ikki yoq tarafi ham kesilgan, chiroyli qilib kesib berdik. Inshaalloh sizlar ham shunaqa chiroyli qilib kesa olasizlar, oson ko'rinishga ega. Videolarimiz manfaatli bo'lsin.